Bir ayol aytadi: erim bilan kafeda turib qahva ichardik. Erim yosh va ko'rkam edi. Men esa uni sevardim. Egnimda hayotimni zaharlab kelayotgan eski palto bor edi. Meni kamsitilgan hissi azoblar, istimaydigan, faqatgina meni xunuk ko'rsatadigan o'sha paltodan nafratlanardim. Kafe arzon, qahva esa mazasiz edi. Men esa kuni kelib go'zal restoranda yaxshi qahva ichishni, o'zimning zamonaviy kiyinganimni orzu qilardim. Erim menga porlab turgan ko'zlari bilan qarar, u meni sevar, mening nimadan g'am chekayotganimni bilmas edi. U yosh holda vafot etdi. Men esa yolg'iz qoldim. Keyin hayotimda turli kafelar ham, turli qahvalar ham, ko'plab zamonaviy paltolar ham bo'ldi. Faqat u yo'q edi. Keyin anglab yetdim. Aslida hayotimda hamma narsa bo'lgan ekan, lekin buni bilmagan ekanman.